Samarqandlik mijozlarimizni navbatdagi Midnight Cobalt'ga olib kelishgan. Bu avtomobilimizdan ham o'tida navrozda qilib berganmiz. Aslan navrozlar salonida ko'rsatib obzor qilamiz. Tonirovkalarni ham qilib berganmiz. Krugovoy. Oldi yon oynalari 30 talik, o'sha standartdan o'tadigan plyonkalar, orqalari 100 talik plyonka qilingan. Hop, turishni ko'rasizlar effektini. Oldi laboylardan so'nzlashli plyonkalari bor. Kaziroklar ham qilib berganmiz. Effektiga o'zlab baho beraverasizlar. Hop. Salon qismida qilingan ishlari Malibu 2 rul original, Malibu 2 bar original ruchnoy tormozlar bilan ovozsiz o'rnatilgan salon podsvetkalar qilib berganmiz hamda Magicar 909 hamda Star Stop bilan ustunovka qilib qo'yganmiz. TS monitor, CC3 zadniy kamerasi va video registratori bilan birga o'rnatilgan. Antennalar Neoline 7700 dan ustunovka qilib berganmiz. Xo'p, zadniy kameralar ham old registrator, mana oldindan ham turibdi. Zadniy kameralarni ham ko'rsatamiz. Palasdan qo'yganda buriladi. Tiniqligini qaranglar, kameralar kachesasi zo'ridan qilib berganmiz. Endi polni salon Black Piano и перетяжка ham qilamiz deb turib, shuning uchun ayrim detallarni birato'la Black Piano qilib ketganmiz. Xo'p, qaranglar, Start Stop bu yerda yo'q. Rulga ulab qo'yganmiz mana shu knopkaga. Bossak, Start Stop ishlaydi. Tormoz bilan bitta bossak, zavat qilib beradi. Qolgan knopkalar cruise control, signal, multimedia upravleniyaси hammasi joyida ishlaydi. Dalnigat qiladigan signal knopkalari ham joyida ishlab turibdi. Original Malibu 2 ruldan ustunovka qilib berdi. Malibu 2 barlarimizda ham hop original ovoz ruchnoylar bilan o'rnatilgan, zaryadka hammasi komplekt, premier richaklari bilan turibdi. Dominantdan 909 ustunovka qilib berganmiz. Bu ham hamma funksiyalar ishlaydi. Eng zo'r pultlardan bittasi bu mumkin ishlatishga qulay hamda dizayn ham juda ham chiroyli. Qaranglar, chetnoy ekranda. Birasida 909. Xullas, tayyor mashina. Xudo xolisa, keyingi ishlarni ham kelsalar chiroyli qilib bitirib beramiz. Maksimum kuzatib boringlar, bizdan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun katta rahmat. Xizmatlar bo'lsa, bexoshat ko'rsatib qo'yasizlar.